Assalomu alaykum. Ayni vaqtlarda kuz oylarida turli xil mevalarni va uzumlarni terib olib, yurtimizning ichki bozoriga va eksportga yo'naltirish amalga oshirilyapti. Shuningdek, mevalarni va uzumlarni kechpishar navlarini sifatlik qilib terib olib, ularni ham yurtimizning bozorlariga va xorijiy davlatlarga eksport qilish amalga oshirilyapti. Shuning bilan birga kelasi yilga sifatlik va mo'l hosil olishi zamin yaratish uchun kuz oylarida mevali bog'larda va tokzorlarda amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va to'g'ri amalga oshirish juda ham muhim. Shu sohada ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, bog'dorchilik sohasida xalqaro toifadagi agronom mutaxassis, mevalarni yetishtirishda ko'pgina kitoblarning muallifi Shuhrat Abrorov va viloyatlardagi uning vakillaridan iborat jamoa mevali bog'larda va tokzorlarda kuz oylarida amalga oshiriladigan agrotexnik ishlar bo'yicha o'zlarining tavsiyalarini beradilar. Bu tavsiyalar yangi bog'dorchilik va uzumchilik sohasiga kirib kelayotgan yoshlar hamda havaskor bog'bonlar uchun juda ham muhim. Mevani yiriklashtirish uchun, quvvatlantirib qishga tayyorlash uchun qilishimiz kerak bo'lgan hamma ishlarni bugun gaplashib olamiz. Kuz oylarida daraxtlarga qilinadigan ishlarni yaxshi tushunish uchun fiziologiyasini bilib olishimiz kerak. Ya'ni daraxtlarda nima jarayonlar ketyapti hozir. Fotosintez sekinlagan payt hozir, chunki kunlar qisqargan sari daraxtlar buni his qilishni boshlaydi. Oktyabr oyida yerda tuproqni namini ushlab turib, yog'ingarchilikka moslab turib, namini beramiz. Endi bitta narsani tushunishinglar kerak bo'ladi. Kuzda daraxtlarda fiziologik ketayotgan jarayonlarda yana bitta o'ta muhim masala bu ildizlarda o'sishi. Nima uchun biz kech oktyabr oyida aytaylik 15gacha, 20sigacha ildizlarda nam ushlashimiz kerak. Qaranglar. Avgustda o'sish to'xtaganda, sentyabrning boshida mana o'sish to'xtadi deylik. Hozir ildizlar o'sish ketyapti.